Qaynonajonimni tug'ilgan kunlarini qanday nishonladik? To'g'risini aytganimda, hayotimdagi eng katta omad bu menga shunaqa dono va mehribon qaynona nasib qilgani. Ular nafaqat aqlli, balki hayotiy tajribaga boy insonlar. Har doim meni tushunadilar, qo'llab-quvvatlaydilar va menga oddiy kelin emas, balki o'zlarini qizlaridek munosabatda bo'ladilar. Hattoki menga o'z qizlaridan ham ko'proq mehr va e'tibor ajratadilar. Shuni ularga chin dildan minnatdorman. Haqiqatdan ham mudri ayollar, ulardan hali o'rganadigan narsalarim juda ham ko'p. Shunaqa qilib qaynonajonimni tug'ilgan kunlarini oilaviy iftorlik qilib o'tkazdik. Kattalar shirin diydor bilan, bolalar esa restoranning bolalar maydonchasida vaqt o'tkazishdi. Hattoki mazali desertlarni ham tatib ko'rishga ulgurdik. Endi esa eng muhim lahza duo. Hammamiz duo qildik. Eng shirin lahza esa qizimning qo'llarini ochib o'ziga xos tarzda duo qilishi va oxirida qarsak chalishi. Bayramimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Mana shunaqa iliq va quvonchli oilaviy kunimiz bilan bo'lishdim. Sizlarga ham shunaqa mehr oqibatli kunlar tilab qolaman. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.